Assalomu alaykum ko'pchilik. JavaScript'ning asos surish darsimizga xush kelibsiz. Bu qitimliqi 10-qismlik dars. Bu qismda biz operators, ya'ni amallar yoki mashg'ulotlarning davomi bo'lgan logika mashg'ulotini so'zlaymiz. Biz oldingi qitimliq darsimizda hisoblash mashg'ulotlari, selishtiruv mashg'ulotlarini so'zlagan. Ya'ni operators yoki amallar deb tushunsanlar bo'ldi. Bu qitimda logikalik mashg'ulotlarni so'zlaymiz. Hamda logikalik mashg'ulotlar nima deganda JavaScript ikki qimmatni biriktirib bir hukmlik chiqardi. True or false deb, to'g'ri yoki xato deb. Bu qanday logikalik mashg'ulot deydi. Bu qanday nima degan joqda? Masalan, ma'no bilan ma'bu ikki qimmatni berib, hamda yoki emas degan 3 amal bilan qanday? 3 mashg'ulot bilan bu hukmlikni chiqardi, to'g'ri xatoligini. Biz emas, ya'ni undash belgisi emas deganni o'rganib bo'ldik oldingi qismda darsimizda. Hamda bu qismda qanday? Hamda yoki deganni o'rganamiz. Unda asli amaliy misollarni ko'rsatib. Qalan bir torbatni yechib, men Google'ni ochdim bu. O'ng tarafni besib, inspect element deb inspect deb chiqsa, shuni bossanglar, konsol ochildi. Buni konsolni bugungi o'rganimiz qanday? Logikalik mashg'ulotlar. Logical operators deydi. Bu nima deganda biz oldingi qitim so'zlaganda emas deganni undash belgisi bilan so'zlagan shunaqa. Masalan, 1 tang emas 2. True deydi-ku mana, to'g'ri chiqadi. Ham bu o'yinimiz uning davomi bo'lgan. Hamdani inglizcha qisqa alayda harf bilan qanday? And hamda deb chiqardik. Buni 2 ni bassaq, bu JavaScriptga qanday? Hamda deganlik bo'ldi. Bu hamda deganning alaydiki, mush hamdaning o'ng tarafidagi qimmat bilan so'l tarafdagi qimmat cho'qim bir vaqtda kuchga yo'lash kerak degan gap. O'ng bilan so'l bir vaqtda true bo'lish kerak degan gap. Bu nimani ko'rsatsanlar? Masalan, so'l tarafda nima bor? True bor. O'ng tarafda true bor. Bunun qimmati qanday bo'ldi? True bo'ldi. Chunki so'lim to'g'ri, o'ng to'g'ri, bu to'g'ri. Hamda o'ng tarafda false deyli. Ishqilib qolgan bir tarafda. So'l taraf true bo'lib qolsa, bu false bo'ldi, xato bo'ldi. Cho'qim, chunki and degan cho'qim so'l taraf bilan o'ng taraf teng bo'lish kerak. Ya'ni teng bo'lish kerak degani ham qimmat teng emas, hukmlikka to'g'ri bo'lish kerak. Masalan, buni misolga bersam, birinchi misol A'ni qanday qilay? A tang 5, B tang 6 dey. Shunaqa? Dasma so'l tarafdagi hukmlik A B dan kichik. Bu to'g'ri hukmlik shundami? Hamda A tang B. Bu xato. Shunga qanday? Bu xato bo'ldi buning nimasi. Mushning to'g'rilash uchun qanday? So'lmi, o'ngmi o'chiga oldi. Ya'ni demak, and yana ikki tanglik qanday? Nima? Ikki hamda belgisi qanday? Cho'qim so'l tarafdagi hukmlik bilan o'ng tarafdagi hukmlik o'xshash bo'lganda, undan keyin bu to'g'ri bo'ldi. Masalan, hatto so'l tarafdagi false, o'ng tarafdagi false bo'lsin, bu qanday bo'ldi? Bu false bo'ldi. Chunki so'l tarafdagi xato, o'ng tarafdagi xato. Bu uchun qanday? Bu xato. Birisi to'g'ri bo'lib, birisi xato bo'lib qolsa, xato bo'lib ketadi demakchi. Hamda. Unda esa masalan, ma'noga o'xshash. Masalan, birisi xato, birisi to'g'ri bo'lsa, bu xato bo'lib ketadi. Hargiz to'g'ri bo'lgani yo'q. Ikkilisi to'g'ri bo'lsa, undan keyin to'g'ri bo'ldi. Ammo qanday bo'lgan chaqda birisi to'g'ri, birisi xato bo'lsa, ham to'g'ri bo'ldi deganda yoki deymiz buni. Bu qanday? Yokini tik chiziq shift ni besib so'l yantuni bassanglar qanday? Tik chiziq chiqadi. Shift ni besib turib kompyuter ekranidan so'l yantuni bassanglar qanday? Tik chiziq chiqadi. Masalan, so'l tarafdagisi true, so'l tarafdagisi true,
o'ng tarafdagisi false bo'lsin, bu qanday bo'lardi? True bo'lardi. Zat birsilam to'g'ri to'g'ri demoqchi. Masalan, A B'dan cho'ng shunami? Bu xatomi? A B'dan kichik, chunki A necha? 5, B 6. Yoki B A'dan cho'ng bo'lsa, bu to'g'ri bo'ldi. Chunki o'ng tarafı ma to'g'ri hukmlik. Demak, shu o'g'ini mushu va yoki deganda va'ni so'zlagan chaqda ikkilis to'g'ri bo'lsa tanglikni. Ikki tarafidagi tanglik emas. Ikki tarafidagi ikkilis to'g'ri bo'lsa mumkin true bo'ldi. Birsilam xato bo'lib qolsa, xato bo'ldi, ikkilis xato bo'lsa albatta xato bo'ldi-da. Lekin men yoki decho, yokida faqat va faqat ikkili taraf xato bo'lganda ham xato bo'ldi. Bo'lmasa, ikkilis true bo'lganda yoki bir taraf true, bir taraf false bo'lganda yana true bo'lardi, xato bo'lardi. Chunki birsini ham o'z ichiga oldi demakchi. To'g'risini ham top demakchi. Mavjud to'g'risini ham birsini ham oldi demakchi. Mavjud ikkilisini olsa, ikkilis to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Endi men MS deganni so'zlab bo'ldim. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtasi inkos shakl qoldirib qo'ysam bo'ldi. Rahmat.